3 ta mashina ko'ryapman. Shundan boshlasak, keyin ichkariga nimadir ko'rsatsangiz, qachon Bo'ldi. Keling. Bu o'zimning mashinalarim. Aha. Diyorjon, bunisi Maybixda o'zim yuraman. Shu 2 yilcha bo'lib, 1 yildan oshdi. Buni olganimga. Avval bunda yurardim, X7 da. Bu hozir kim yuradi bunda? Buni ayolim yuradi, bolalarimda olib yurib qiladi. Bunda o'zim yuraman. Samarqandda to'liq shunda yuraman. L9 kimga? L9 onamga sovg'a qilganmiz. Shu onam minadilar. Onamga Mercedes coupe ham olib berdik. Bu ham bormi hozir? Yo'q, uni sotib oldik. Yoqmadi onamga. Men ota-onam shunaqangi ham ekonomist nima deydi, shu farzandimga zararim tegmasin, farzandimga ana bo'lmasin deb hamma tomondan o'ylaydi-da. Shu ota-onam boy qilgan. Qachon buni olib bergansiz? Shuning uchun buni minadi, ekonomistni. Buni yaqinda 1 yildan oshdi menimcha-da. 1 yildan oshdi. K8lari bor edi, onam K8 da yurardilar. Uni sotib yubordingizmi? Yo'q, uni singlimga podarka qildim. Ha, singlingizga. Nechta mashinangiz bor o'zi? Общий? Общий. Bilmayman, shu 5-6 ta bor. 5 yo'q, 1, 2, 3, 4, yana 5-chini BMW ko'rdim. Keyin bilaman, Taho'ingiz bor edi. Общий nechta mana podarka Endi qilgan. общий umumiy meniki emas, ishxonaniki u. Hamma yuksalishniki deb bilaman-da. O'zim olganman, to'g'ri. O'zim pulimga, lekin yuksalishniki 70 tadan ziyod. 70 dan ziyod. Luxurylari. Luxurylari где-то 10 tadan ziyod. 100 mingdan balandliklari 10 tadan ziyod. 10 ta men Damas'ni ko'ryapman. Bu Damas kimniki, siznikimi? U Diyorjon, ishonasizmi, yaqinda oldim unda Damas'da. Bu Damas meni eng birinchi Damas'im.